Navbatdagi masalamizda Ulotrik jinsiy ko'payishda qatnashgan izogametlar soni 48 ta bo'lsa, hosil bo'lgan zigota va Ulotrik siplar sonini toping deyapti. Xo'p, bizda nazariy ma'lumotlarda berilgan, ya'ni ikkita izogameta ishtirok etadi, ya'ni jinsiy ko'payish jarayonida va bitta zigotani hosil qiladi. Xo'p, Ulotrik jinsiy ko'payishda qatnashgan izogametlar soni 48 ta ekan. Xo'p, bizda ikkita izogametadan bitta zigota hosil bo'lyapti. Ikkita izogametadan bizda 48 ta ekan. Qancha zigota? Demak, 24 ta zigota hosil bo'lgan. Xo'p, va Ulotrik siplar soni deyapti. Bitta zigota tinimdan o'tgandan so'ng 4 ga bo'linadi. Ya'ni bitta zigotadan 4 ta Ulotrik degani. Bizda 24 ta zigota. Undan qancha Ulotrik sip hosil bo'ladi? 96 ta. Javob C javobga to'g'ri kelyapti. Ya'ni A si 24, B si 96.